Barchaga salom arkadaşlar, sizlar bilan Rever. Men bugun obunachilarning Telegram kanalimda settingni o'rniga settingni videosi ham chiqadi, faqat erta u ikkinchi qism chiqadi. Obunachilarim joyini tanlab bo'lishdi. Men uni hozir sizlarga ko'rsataman, faqat videoni oxirrog'ida o'zim ko'rsataveraman. Hozir esa mir ochib, vyjivaniyamizga let's go. Mir ochilyapti. Biza paydo bo'ldik. She'r o'tkazganim uchun qanaqadir baklar. Mana baklar o'tib ketdi. Mani cho'ldan spawn qilishdi. Cho'lda nima bo'ladi? Конечно, qishloq bo'ladi. Bolalar, agar bu vyjivaniyamizda 5 ta yoki 10 ta like olsa, vyjivaniya 2 let's play'imizni chiqaraman. Mani hozirgi asosiy maqsadim hozircha bittagina qishloq topish. Mani kanalim bo'lardi, Mayor degan. Lekin men u kanalni sotib yubordim. Telegramdagi obunachilarim biladi. Kim menga obuna bo'lgan bo'lsa, har bittasini lishkasiga yozib qo'yganman. Agar sizlar mana shunaqa qiziq videolar ko'rmoqchi bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Biza yangi yilgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun podдержка qilinglar. Agar kimdir bilmayotgan bo'lsa, noto'g'ri, hali hech kimga aytganim yo'q. Telegram gruppamdagilar ham bilmaydi. Men 28-dekabr kuni tug'ilganman. Prekin 3 kun qolgandan keyin 3 kun oldin tug'ilib qo'yganman yangi yildan. Bu yaxshimi, yomonmi izohlarda yozasizlar. Men hozir qishloq topishim kerak. Agar kolodets. Hamma bilsa kerak, kolodets yonida demak qishloq bo'ladi. Agar hozir qishloq topiladigan bo'lsa, video vashi qisqa bo'lib qoladi. No, menga baribir. Men hozir birinchi qismdagi maqsadim qishloqni topish. Qolganlari ikkinchi qism. Ikkinchi qismda nima xohlashinglarni izohlarda yozib qoldiringlar. Mana kolodets turibdi bu yerda. Pastga tushib ko'ramiz. Men o'zbek Minecrafterlarni juda ham yaxshi ko'raman. Dreamni hurmat qilaman, no baribir o'zbek Minecraftchilari zo'rroq. Mana bu kolodets hozir qolib ketadigan bo'lsa-chi, qishloqni topishimiz kerak. Nima bu? Oba. Men uni shader pak o'tkazib qo'yganman. Qanaqa qilganimni bilmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalga obuna bo'lib, bunga ham obuna bo'linglar. Chunki biz yangi yilgacha 100 ta bo'lishimiz kerak. Yana o'sha quduq bo'lsa kerak. Ikkinchi quduq bo'lsa kerak har holda. Yo ikkinchi quduq bo'lishi ham mumkin. Bilmadim do'stlar. Men ochig'ini tushunmayapman. Menga hozir qishloq shart. Muhim. Shunaqangi darajada muhimki. Bir chiqsam o'sha joyi o'zida tugaydi. Men bu video nimaga qisqaligini Telegram kanalimda yozib qo'yaman. Demak, qishloq bu tarafda emas, kolodets oldidan qayergadir burilish kerak. Lekin endi o'sha kolodets topish kerak, la'nati. Telegram kanalim ham 2 kun yo 3 kun oldin ochildi. Lekin 12 ta obunachi yig'ildi. Sizlardan iltimos, ikkala kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. U ommaviy kanal. Minecraft Triton deb yozsanglar chiqadi. Lekin mana bu yerdagi nomim Rever. So'ramanglar deb bunaqa qo'yganimni. Bilmoqchi bo'lsanglar Telegram kanalimga baribir obuna bo'lasizlar.
Shart. Menga sizlar yordaminglar kerak. Kolodets chiqdi-ku. Do'stlar, men dengizdan o'tdim, bu akamni bilmayman. No, lekin qishloqdan hali ham darak yo'q. Qishloqda umuman darak. To'xtanglar. Men bitta odatim, mana shuni buzib ketishim kerak. Yaxshi. Yo, chang qotib qolgan ekanda. Yo, bola piramida topib oldi. O'rtada-ya. Men fakirim yo'q. Mayli, bu joyni eslab qolamiz-da. To'g'rimda qoyalar turibdi ekan, lekin bola shedirga umuman gap yo'q. O'zim alohida video qilib ko'rsataman obunachilarimga. Xohlasanglar Telegramga qilaman, xohlasanglar shorts qilib ham chiqara olaman. Lekin obuna bo'lishinglar kerak, menga juda ham muhim. Men ko'nglim mana tarafga bor deyapti. Bilasizlarmi nimaga? Mana tarafda nimadir borga o'xshaydi. O'sha Miller degan kanalimda men kompyuterda o'ynagandim. Hozir esa kompyuterim buzilgan. Ustida yotibdi. Men Kaizuga yangi kompyuter yig'ib berishini iltimos qilib ko'raman. Lekin birinchi bo'lib kanalimda 100 ta obunachi bo'lishi kerak. Ya, cho'l tugatdi-yu. Nima qilsak bo'ladi endi? Albatta toqqa chiqib ko'rish kerak. Nimadir chiqar balki. Chiqsa kerak. Yo chiqmasmikin? Chiqsa kerak. Mana tog'ga chiqdik. Yo, do'stlar! Muvaffaqiyat. Sizlar uchun 5 minut yoki 3 minut vaqt ketgan bo'lsa, men qidirishim o'ziga 1 soat vaqt ketdi. Bilmasizlarmi shuni? Dahshat. Men bu qishloq topa olmasam kerak deb o'ylagandim. Do'stlar, bizlar komandamiz bor, o'zimizni Dizara degan kanalimiz bor. Wow! Dizara degan kanalimiz bor. Bizga xo'p do'stlar, gapim chala qoldi. Lekin afsuski, men qishloq topdim, bolalar. Ikkinchi qismda biz bu qishloqda uyimni quraman. Bo'pti, hammasini aytib qo'yadigan bo'lsam qizig'i qolmaydi. Bo'pti, sizlar bilan rever bo'ldi. Agar kanal topa olmayotgan bo'lsanglar, katta R, o'zimizni E, W kichkinada, yana E o'zimizni, keyin R. Bo'ldi. Rever desanglar chiqaman men. Sog' omon bo'linglar.